Bu yerda Matluba Umarova boshchiligida amalga oshirilayotgan ishlarni ko'ryapmiz. Hozir mana har bir xonalar svitlarni yoqishda imkoniyati bo'lsa, yoqsangiz, bularni hammasini o'zlaringiz qildilaringmi? Noldan boshladilaringmi? Ha. Ramazonda mana shunday chiroyli tuhfalarni qilayotgan Matluba opamizga kattadan katta avvalambor rahmat deymiz. Prezidentimizga rahmat. Surxondaryo viloyatining hokimiga rahmat. Ayollarni mana shunday qilib yaratib, ish bilan ta'minlab qo'ygan tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlayotganliklari mana shu bitta Matluba opaning misollarida ko'ryapmiz. Xonalarning ichini ko'radigan bo'lsak, xonalar hammasi shinam ekan, tayyor, jihozlangan. Aka, nechta usta bilan ishladingiz bu joyda? Bismillahirrohmanirrohim. 25 ta. Aha, 25 ta. Yaxshi. Juda ham chiroyli. Bu yerda hojatxonalari ekan, vannalari ekan. Bu yerda ko'rsatmasak ham bo'ladi. Yaxshi, bo'ladi, sharoitlari yaxshi, shinamgina joy. Bolalarga tarqatyapmiz. Yosh bolalarga tarqating bularga, ha, mayli. Yosh bolalarga endi xursand bo'lsin, bolalari mana kiyim-kechak do'koni ochildi. Carolina Kids. Hamma bu yosh bola, shirin bolalarni olamiz do'konimizdan. Ro'zaxo'rlarga tarqating, mayli. Ro'zaga to'g'ri keldi. Shunaqa. Ro'zaxo'rlarga tarqating, mayli. Kirganiga hammaga bering, bitta bering ro'zaxo'rlar. Muhimi do'konimizda tovarlar yoqdimi? Yoqdi, hammasi yoqadi. Barchalaringizni kutib qolamiz. Kichkina bolachalardan tortib mana qarang 95 mingga Xitoy fabrikasi shimlar bilan hammasi krossovkachalar, troyka, dvoyka har xillaridan bor. Mana ular Turkiyami? Pekin Xitoy fabrikasi bu. Manzilimiz Sho'rchi markaziy chorrahada joylashgan. Asl burgerda qarama-qarshi tomonda mana. Barchalaringizni kutib qolamiz.